Changan mashinasi resurs Turkiyaga kelgan. Lekin bunday qilib qo'yilgan. Savolda mana bu yo'qda. Bu ham bu yo'qda-da. Endi savolda bu. Mana buni-ku chiqaramiz mayda amallab. Yechib chochib. Mana buni qanaqa chiqaramiz hozir mana? Buni chiqarib, mana tepada futulka bo'ladi. Buni almashtirishimiz kerak. Buni hozir qanaqa almashtiramiz? Hurmatli gazavgilar, endi bu balonga xalaqit qilyapti deb mana buni kesib olib tashamabdi-da, bunday qilib. Yana ham kattarog'ini qo'yarmidi? Ha? Qayerdan buni hozir yechib qanaqa chiqamiz bu yoqqa hozir? Ha? Bu yo'q ham shunaqa mana. Yo'q ham shunaqa chiqmaydi, animga tegib qoladi. Gazga xalaqit qilsa, balonga, bu yoq qanaqa bo'ladi? Futulkani yechamiz bu yoq. Chiqaramiz. Savolda ayrim gazaviklarga. Mana bu ham changan. Mana buni kim bunaqa turibdi? To'g'ri, endi buniki gazi kattami, yo'q boshqacha qo'yganmi bu? Mana shunaqa bo'lishi kerak o'zi. O'zi shunaqa bo'lishi kerak. Mana mana uchini ozgina kesib tashlasa bo'ldi. Buni kessa, bemalol tushadi, xalaqit qilmaydi. Shu yerdan shuncha joy. O'zi mana shunaqa bo'lishi kerak-da mana. Noto'g'ri qo'yilganda. Bu o'zini zavatsiz qo'ygan endi. Nimadir xalaqit qilyapti deb hamma narsani kesib tashlavermaydi-yu.